Pensiyani hisoblashda o'rtacha oylik ish haqqi miqdori oshiriladi. Videorolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga bir dona like va albatta podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonunga o'zgartirishlar kiritish haqidagi qonun loyihasi Qonunchilik palatasi tomonidan ma'qullandi. 2023-yildan boshlab fuqarolarga pensiyani hisob-kitob qilish uchun inobatga olinadigan o'rtacha oylik ish haqqini pensiyani hisoblashning bazaviy miqdorining 12 barobardan ortiq bo'lmagan miqdoridan o'rtacha oylik ish haqqidan hisobga olish. Natijada 352 ming nafar fuqaroning pensiya miqdori qayta hisob-kitob qilinib, o'rtacha oylik pensiya miqdori 400 ming so'mgacha oshadi. Xususan 304 ming nafar yoshga doir pensiyalar, 25,2 ming nafar nogironligi bo'lgan shaxslar, 23 ming nafar boquvchisini yo'qotganlarning pensiya miqdori oshishi kutilmoqda.